Shunaqangi shirin tug'ibsan bolamni. Kelin qiynalmadingizmi? Og'riq bo'lmadimi? Ozgina qiynaldim. Narkoz berishdi oyijon. Nima? Narkoz oldingizmi? Hay, qaysi kalla bilan narkoz olasiz, a? Bitta kuchansangiz paqqi chiqib ketadi-ku. Endi bolaga ta'sir qiladi. Bola asabiy bo'lib qoladi. Yo, nimaga olasan narkoz? Kimdan so'rading? Hay sendon bağın bolam. Yo'qol ketishga bo'lyapti. Katta ho'kizdek bola meni qilayotgan ishini qara. Yo'qol boshqani uyga bor. Odamlar chaqalog'ini Mercedes olib chiqyapti. Meni Spark'ga olib chiqasizlarmi? Tug'ilishimdan stress. Menga zararmi shuncha g'am tashvish? Yig'ishtir mehmoningni. Keladi yuzimni ushaydi. Boshqa narsani ushlasin. Ana ta'sirini ko'rdingmi? Bolaga ta'sir qiladi devdimmi? Ya o'chiring, nima bu? Alla bolam. Ya alla fonogramma ya YouTube'da qo'yib yotibsiz. O'zingiz bilmaysizmi? Asabiylashma bolam. Davay ayting o'zingiz. Alla ayta. Ya jim savet ya ovozda ahvolni qarang. Sal tuxum yetmaydimi ovozga? Qandadan? Dada, bu yoqqa keng o'zingiz ayting, mana ahvolni qarang. Ya onasi desa xaladalik pustoy, qorin ochman, nima yeyman dada? Nima yeyapsiz? Sifati pichenasini yeyapman. Ana tretagi pichenami? Onam qo'lida eshitgandim. Zo'r ekan buni shirinliklar, ha? Ha, zo'r. Menga ham davay bitta bering. O'g'lim, senga bu mumkin emas-da. Mana, sen sut ichgin bolam. Yig'ishtiring chimikat sutni o'zingiz ichasiz. Men onamning sutini ichaman. Ola bitta sut bering, kayf qilib ichaylik. Davay, qorin och deyapmanmi? Uxladimi? Ketdik. Ketinglar. Uxlatib ketinglar. Mana aytdim, onasini yemasin, chillali bola bir o'zi qolyapti. Sizlar ketinglar. Chilla 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 chilla.